kunduzgi parvarish guruhiga 35 nafar bolani qamrab olganmiz. Ularda fizioterapiya, massaj, LFK gimnastikalarida shug'ullanib kelib, hozirgi kunda bu bolalarda mustaqil yurishga ega bo'ldik. Abdumutaliyev Abdulboriy 2024-yil iyun oyida kelgan. Bu bolamiz o'tirardi, emaklardi. Hozirgi kunga kelib mustaqil 10-15 qadam yura olyapti. Odilov Saydamirxon bu ham 2024-yil 6-oyda kelgan. Bu ham o'tirardi, emaklardi. Hozirgi kunga kelib bu ham 10-15 qadam mustaqil harakatlanadi. Bolalarda mana shu qo'rquvlarni yengishda o'zlariga bo'lgan ishonchni oshirdik. Hozirda bolalar sport bilan shug'ullanib, shu o'ziga bo'lgan ishonchini qamrab olib, bemalol mustaqil yurib harakatlanishadi.